Endi bir uyga borayinchi. Stop. Voy yaramas yetillar narsalarni qo'yib ketyapsanlar. Voy to'xta. Ye, xotinimni qo'y tez xotinimni qo'y qayoqqa boryapsan? Yaramas. Xotinimni o'g'irlab ketsammi? Yaramas. Voy xotin sen yaxshimisan? Sen hech narsa qilmabdi. Ha, yaxshi. Uydagi narsalar o'g'irlab ketishdi. Ko'rdimmi o'g'irlab ketganini? Nimalarni o'g'irlab ketishdi? Ye, pechka qani? Pechkani o'g'irlab ketdimi? Yo'q, rostdan ham g'alati. Eshitding, sen qanday kirding? Kira olasan aytgancha. O muzlatgicham yo'q. Kreslolar qani? Nahotki men endi bitta qolibdi. Sen yerda o'tirasan, men kresloda o'tiraman. Yoki sen yerda o'tirasan, yoki sen bu xonada kirib divanda o'tirasan. Qani nima edi? Kravat qani? Yo'q, kravat to'g'rimi o'g'irlab ketdimi? Bo'pti, unda men ketdim, borib o'sha narsalarni qaytarib olib keling, sen uyda o'tirib tur. Tak, voy yaramas jetellar, hammasi qishloqdagi narsalar borni o'g'irlab yo'q olib ketishgan. Mayli, hozir qishloqdagi narsalar, uyimning ichidagi narsalar. Hoy jetel, uyimdan nima narsa olib ketding? Qanaqa narsa sen uyingdan? Nimadir, Luboy, qishloqlarda hammasi narsa ko'tarib chiqdi uyimdan. Men hech narsa olib chiqqanim yo'q. Men narsa olganim yo'q hech narsa. Aniqmi? Ha, aniq deyapman. Men jiniga o'xshayapmanmi? Tupoyga o'xshayapsan sen. Bo'pti. Jetel nima gap? Men olgandim narsa uyingdan. Nima narsa olding? Kirgandim, hamma jetellar narsalarni olib ketgan ekan, keyin hech narsa qolmagan ekan, keyin nafas oldim. Nafasni qaytarib chiqasiz. Yo'q, chiqazma, hazlashdim. Chiqazma, chunki og'zing bilan nafas olib, og'zing bilan chiqazolmaysan, to'g'rimi? Mayli. Hozir borib tezroq narsalarni yig'ishtirib kelishim kerak. Qayoqqa olib ketdi jetellar hammasini uyini bittalab tekshirib chiqishim kerak. Uyga borib yashirdimi? Bu yerda yo'q. Tak, mana bu uyni ko'ramiz endi. Bu uyda esa hech narsa yo'q. Narsalarim tugul, to'xtanglar, burchakka yashirib qo'ygandir. Yo'q, burchakda ham yo'q. Yana qayerda bo'lishi mumkin? Do'konga olib kelib yashirishmaydi, chunki do'kon kiritmaydi do'kon egasi. Tak, qayoqqa bordi ekan? Mana uydamikin, narsalarni yaramaslar o'g'irlab qochib ketgan. Yo'q, bu yerda ham. Tak, mana bu yerdachi? Bu yerda ham yo'q. Xo'sh, qayerga ekan? Olib borib qayergadir tiqib o'rganda bular. Janob merdi uyida? Yo'q, janob merdi xotini bor, qo'ymaydi janob merdi xotini. Stop. Xolodilnigim bilan nima edi? Pechkammi? Da, ikkalasi kakras. Shu yerga olib kelib yashirib ketgan yaramaslar. Xolodilnikning ichidagi narsalar turibdimi-kam? Ha, turibdi. Mana birinchi olaman xolodilnik, keyin xolodilnikni o'zini olaman. Keyin buni olaman. Endi bu narsalarni olib borib qo'yib kelayin. Keyin boshqa narsalar topsam ham bo'laveradi. Qochib turlaring yaramas jetellar. Senlar kundan kunga o'g'ri bo'lib, yaramas bo'lib ketyapsanlar. Senlarni ko'rishga ko'zim qolmayapti. Borib qishloqdan shaharga ko'chib ketay desam, shaharda ham jetellar yashaydi. Bu nima qilishni ham bilmaydi odam. Tak, muzlatgichga hozir mana bu narsalarni solib qo'yaman. Sabzini solib bo'lmaydimi? Tushunmadim. Bo'lar ekan, sabzini ham solib qo'yaman. Xo'p, ana endi kresla bilan nimani topish kerak? Kreslani o'zi qoldi shekilli. Divanim ham qolgan, ya'ni kravat, o'sha narsalarni ham topishim kerak. Menimcha bittasi bu yoqqa qarab olib qochib ketdi. O'sha tomonni borib ko'rib kelayin, balki o'sha tomonga olib ketgandir. Boshqa tomonga olib ketgan bo'lishi mumkin. Xotinimni ko'tarib olib ketayotgandi. Yaxshi ham olib qoldim. Bo'lmasa, xotinsiz qolarmidim bilmayman. Tak, bu yerda hech narsa yo'q. Yo'q, bu uyda hech narsa o'g'irlanmagan. Bu uydachi? Bu uyda ham yo'q, o'zi kichkina. To'xtaylik, ikkinchi qavatga balki yashirib qo'ygandir, olib chiqib. Yo, ikkinchi qavatga bo'lsa ko'rinadi-da, pastdan, tepadan usti ko'rinadi-yu, baribir mana bunaqa bo'lib. Baribir unchalik ham yaqqol ko'rinmas ekan. Xo'p, endi mana bu uyni ko'ramiz. Bu uyga ham olib kirgan bo'lishi mumkin yaramas jetellar. Bu uyda egasi yo'q aytgancha. Xo'p, sen o'g'irlading men narsamni. Qanaqa narsangni o'g'irlayman? Hozir jetellar hammasi uyimdan kirib narsalarni ko'tarib o'g'irlab ketdi-ku. Rostdan? Ha, rostdan. Zo'r bo'pti-ku. Jinnimisan? Qanaysiga zo'r bo'ladi? Axir narsalarni o'g'irlab ketishgan. Ha, bo'pti, boraver unda. Sen nima qilmoqchisan? Men mana shuni hozir internetga qo'ymoqchiman. Johar uyida narsalar o'g'irlandi deb. Jinnimisan? Ha, jinniman. Meni Jinni TV degan kanalim bor. Ha, jinni. Bo'pti, qarochi, men ketdim. Aytgancha men uyini ko'rdimmi, yo'qmi? Ko'rmadim shekilli. Shu yerdan ko'rib ketayin. Yo'q, bu yerda tak bitta narsani o'ylayapman. Endi uyimda bunaqa o'g'irliklar bo'lmasligi uchun qanaqadir eshikni o'zgartirish kerak. Qulflanadigan eshik qo'yish kerakmi yoki shunga o'xshash nimadir kodli eshik qo'yish kerakmi? Shunaqa qilishim kerak hozir. Tak, bu yerda yo'q, hamma narsa to'g'ri, hamma uylar ichida yo'q, bilmayman. Ko'chaga tashab ketishgan ekan muzlatgich bilan pechkani ham. Demak, qolgan narsalarim ko'chada, balki mashinaga solib ketgandir. Yo'q, mashinaning ichida yo'q. Mana uni tagidami ekan? Yo'q, buni tagida ham yo'q. Polizning ichiga tashib ketmagandir, har qalay. Yo'q, polizda ham kofe olib kelgan bo'lsa, yo'q, beri kiritmaydi janob egasi. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum, jo'g'a, qalaysan? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Jetellar shu yerga nimadir ko'tarib kelishmadimi? Ikkita kreslada, yo'q, ikkita yo'q, uchta edi adashmasam. Nima qilishdi keyin? Kirgizmadim, chiqazib yubordim. Tushunarli. Bo'pti, rahmat, brat. Azmaydi. Mayli. Tak, qayoqqa borib tashlashdi ekan yaramaslar. Stop.
Yo'q. O oyoq bilan chiqmaydi bunga farosatsizlar, oyoq bilan chiqmaydi. Tush pas. Ye. Senlar ham menga sakrayibsanlarmi? Uyimdan qurolimni olib chiqib kelaymi? Senlar asabimga tegishma, qoch. Senlar hali oyoq bilan chiqayibsanmi kravatga, nima edi? Kresloga. Bularni bu yerdan olib ketmasam, bu yarramaslar buzib tashlaydan bu yoqda. Hozir stop. Kravatimmi? Kravatni olib kelib yashirib qo'ygan buni qaranglar. Bu yaramas galemlar nima rejalashtiryapti? Ke, zo'rmisan birga bir tashlashamiz. Ke mana. Ke. Bo'ying yetmaydi. Ko'ryapsanmi o'zi? Bo'ying pastgina. Orqada aylanib kelgan. Bular uncha aqlli. Tak buni hozir narsalarni shunday o'rnatayin-da, keyin borib narsa olib kelaman, ya'ni yangi eshik olib kelaman. Uni qaranglar, qo'lim qiyshiqda, o'shaning uchun shunday qiyshiq qo'yib yuboraman. Tak o'rnatamiz, tayyor. Xotin qani? Menimcha ko'chaga chiqib ketgan, do'konga ketgan bilmayman. Tak do'konga o'zim ham boraman hozir. No do'konda bo'lmasligi ham mumkin. Kompyuterxonaga bo'lishi ham mumkin. Kompyuter o'ynaydigan bo'lgan hozir. Bilmayman nimaga menga aytmasdan kompyuter o'ynayapti. Tak pul olib borayin-da, yangi eshik zakaz qilish uchun. Stop. Pulim yo'qmi? Pulim yo'q? Stop, pulim bor edi, pulimni ham o'g'irlab ketganmi yaramas yetellar. Rostdan ham pulim bor edi. Balki bu yoqqa solib qo'ygandirman pulimni. Tak, yo'q. Bu yerdami? Yo'q. Pullarimni ham o'g'irlab ketibdi. Bo'lmaydi. Hozir mana bu hozirlarda borib janob merga topshirib, janob merdan pul olib kelmasam bo'lmaydi. Tak, hozir yopil. Yaxshi. Janob merdan pul olaman-da, keyin yangi ish sotib olaman. Menga qara, asabimga ikkita ekan, bittami deb o'ylabman. Xo'p, hozir tezroq borib kelish kerak. Hozir eshigimga yangi eshik o'rnatmasam, ular yana o'g'irlik qilsa, kiygunimcha yana narsalar olib chiqib qo'yib ketib qolishi ham mumkin. Shuning uchun tezroq harakat qilish kerak. Tak, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum kejoha. Ha, keldim. Janob mer, qarashtak, bugun ertalab uyimga borsam, bitta jetel qo'lida muzlatgichimni ko'tarib chiqib ketyapti. Ha, keyin nima qilding? Keyin qarab turdim. Qarab turdingmi? Ha, keyin izdan bittasi pechkamni ko'tarib chiqib ketdi. Uni ham qarab turdingmi? Ha, eshitib turing. Keyin bittasi shu desiz kreslamni ko'tarib chiqib ketyapti. Buni ham qarab turdingmi? Ha, oxirigacha eshiting. Keyin esa xotinimni bittasi ko'tarib ketayotgan ekan. Endi bunga qarab o'tirishing yomon-da. Shu qarab o'tirmasdan to'xtatib qoldim-da, xotinimni olib qoldim. Qolgan narsani o'g'irlab chiqib ketishdi. Ha, nima qilish kerak endi? Izlash kerak bu narsalarni. Yo, o'zim topib uyimga borib qo'ydim. Endi uyimga yangi eshik o'rnatmoqchiman. O'shaning uchun ham menga pul kerak. Ha, pul kerakmi? Hammaga pul kerak, menga ham pul kerak. Yo, men bunaqa hosillarni olib kelgandim, evaziga pul bersangiz, ya'ni oyligimni bersangiz degandim. Shunda yangi eshik sotib olib uyimga qo'yib qo'yarmidim. Ha, mayli. Birinchi safda turibdi pullar. Aha, rahmat Addushi bratam, ya'ni janob mer, tak pulni olaman. Ha, bir stakka eshik beramikan janob mer? Bir stakka bersa kerak. Bu zakaz qilgandan borib. Ha, zakaz qilaman, to'g'ri. Qanaqa eshik o'rnatsam ekan? Face ID'si bor eshik o'rnat, yuzingga ochiladigan. Ha, to'g'ri, bo'pti janob mer, ketdim. To'g'ri aytdi janob mer. Yuzimga ochiladiganni o'rnatsam, kakras men borib qaramasam ochilmaydi. Xotinim qarashi ham kerak-ku. Xotinimga o'zim ochib beraman-da. Assalomu alaykum brat. Va alaykum, kejoqa, nima gap? Karoshtak, menga bitta eshik kerak. Face ID listidan zakaz qilib olib kelib bera olasizmi? Albatta, hozir kompyuterdan zakaz qilib yuboraman. Imzo qo'yib yubor. Qayerga qo'yishim kerak? Qo'lingni qo'yib yuborsang bo'ldi. Tak, mana qo'limni qo'ydim. Bo'ldi. Zakaz qilindi. Pulini to'lab 5 minutdan keyin kelsang kelib turadi. Aha, mayli, pulini, tak to'xtang, pulini har doim joyiga qo'yib ketaman kassangizga. Bo'pti. 5 minutdan keyin kel. Aha, mayli. Tak, 5 minutdan keyin kelaman. O'sha 5 minut o'tdimi yo? Qayerdan 5 sekunddan o'tgan yo? Hali 5 minut o'tdimi deyman. Birodar, qalay bo'lyapti? Brat, o'sha men unutdi. Tak, qanday o'rnatamiz eshikni? Birinchi mana shu yerga qo'yaman bittani. Noto'g'ri qo'ydimmi ekan? Yo'q, noto'g'ri qo'ygan bo'lishi mumkin emas. Eshik top tashlayman. Yo'q, qo'yib turayin paka. Yo'q, borib sirasi eshik top kelish kerak. Endi 5 minut o'tdi shekilli. O'tmagan bo'lmasa ham farqi yo'q. Qarochi 5 minut o'tdi deyman, beradi. Tak, brat, keldim zakasim. Hali 5 minut bo'lmadi-yu, jinni. Keldimi? Kelgan olishing mumkin. Aha, rahmat brat Addushi. Arzimaydi, kelib tur. Mayli, unda 5 minutdan keyin kelaman. Tak, o'zi hech narsa olmayman, prosta kelib tur deyapti-da. 5 minutdan keyin aylanib kelaman yana. Xo'p, eshikni o'rnatamiz endi bitta, ikkita. Endi Face ID. Yo, tushunmadim. Meni yuzim bilan bu yuz qanday ikki xil? Menimcha bu shunchaki oddiy belgi bo'lsa kerak. Ip bilib, buni birdaniga mana ham ochilib ketyapti. Yo. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Buni olib tashlaymiz bu yerdan. Narigi tomonga qo'yamiz. Chunki bu eshikni ochilishi bizga umuman kerak yo'q. Tak, taxta qani edi, ya'ni daraxt. Buni joyiga qo'yaman. Bu tomonda ochamiz. To'xtanglar. Kirka bilan daraxt sindiryapman. Farosatsizlikning oliy darajasi. Tak, bu yerni yopamiz qaytarib, chunki bu yerda ochilishni vaqti kerak yo'q. Shunday o'tib ketaverib, shunday qarab qo'ysam ochiladimi? Uzoqdan qarasam ochiladimi shunda? Okey, qani? Ochilmadi. Demak, pastga tushish kerak bir qator.
bir qator tushib qarasamchi, yo ochilmas ekan. Qancha uzoqlikdan ochar ekan? O bitta blok, ikkita, uchta, to'rtta, beshta blok uzoqlikdan ochar ekan. Hozir sira tez o'tib ketsamchi, qaranglar. Fuy, dahshatku, texnologiya ekan bu. Uzoqdan tez o'tib ketsam ochar ekan, qaranglar. Fuy. Endi buni o'ynab o'tiraymi? Yo'q, o'ynamayman, bo'ldi, yopib qo'yamiz. Endi men ikkita eshigim bor. Bu eshiklarda uyimning ichidagi xonalarga qo'yaymi ekan, yo mana bu yerga o'rnataman, to'xtanglar. Kakras o'zi mana bu garajimga uyning ichidan o'tadigan yo'l yo'q edi-da. Mana shuni shu yerdan o'tadigan eshik qilib qo'yaman, ya'ni yo'l qilib qo'yaman bunaqa. Takoy. Voy, qo'lim vobshe qiyshiq ko'ryapsizlarmi? Qiyshiq qo'yaveraman. Endi mana deraza bor ikkita. Mana derazani nima qilsam ekan? Derazalarda hozir bitta narsa tushunmadim. Ichkaridan ochiladigan texnologiya qilmabman-ku. Qanday chiqaman endi ko'chaga? Obbo. Bu tomonni o'ylamabman-ku. Ichkariga qandaydir richakmi nimadir o'rnatish kerak. To'xtanglar. Tak tugma yasaymiz bitta. Menda verstak bormidi? Menimcha uyimda verstak, bor ekan mana. Tak taxtaga aylantiramiz. Keyin bitta tugma kerak bizga. Tayyor. Tugma bosib chiqsa bo'ladigan qilsam, menimcha bo'lsa kerak. Tak mana ochilar ekan, yaxshi, juda ham takoy. Menimcha endi yaxshi bo'ldi. Mana bu derazani mana bu xonaga o'rnatamiz, ya'ni garajni tashqi tomoniga. Shunda tashqi tarafni ko'rib o'tirsam bo'ladi, mana akay. Va takoy, ko'ryapsizlarmi? U yorvorayishi bo'ldi. Bu yerda bitta kichkina derazacha bor. Atak mana shuni ham bitta tepaga ko'tarsam chiroyli ko'rinsa kerak. Pastda xunuk bo'lib turibdi, lekin rostdan ham. Tak olib tashlaymiz. Endi bitta tapor deb taxtani qo'yib turib, bu yerga buni qo'yamiz. Ana endi dahshat bo'ldi, qaranglar. Orqa tomondagilar bir qator pastda ekan. Bularni ham ko'taraymi ekan? Yo'q, bularni ko'tarsam g'alati bo'lib qolar ekan. Vobshe g'alati bo'lib qolar. Okey. Oho, poliz vobshe o'sib ketibdi-yu, poliz tozalash kerak. Xotin qayerga ketdi ekan? Menimcha qayerdir aylanib ketganmi? Voy, xotinini ko'rmadingmi? Janob, men xotinni oldiga ketdi. Tushunarli bo'pti. Hozir uyimga kirib ochil simsim, bunga ochil simsim emas. Shunday qarasam bo'ldi. Yuz ifodalarimga qarab ochiladi. Tak bizga ketmon kerak bo'ladi. Mana bu ikkita narsalar kerak emas. Bor tezroq poliz ekinlarimni yig'ishtirsam, mana knopkani shu yerga o'rnatib qo'yganim menimcha yaxshi bo'ldi. Poliz ekinlarni yig'ishtirib olib borib uyga qo'yib qo'yaman. Chunki uydagi poliz ekinlarimni janob merga olib borib pul oldimda, pulga yangi eshik qo'ydim. Ko'ryapsizlar, menimcha sizlarga ham yoqdi bu eshik. Chunki o'zimga ham juda ham yoqdi. Chunki texnologiyada bu eshik. Bunaqa texnologiyalarda o'ylab topgan odamning kallasiga hammani qo'yili. Chunki u vobshe qo'yilmaqom ish qilganda ular. Bunaqa qo'yilmaqom ishlar qilish uchun kalla ham kompyuter bo'lish kerakmi yoki kompyuter kalla bo'lish kerakmi yoki kallaning kompyuterining kallasi, kalla kompyuter bo'lish kerak qisqasi. Xo'p, ana endi bu yerga bug'doylarni ekib chiqaman. Bug'doy ancha ko'p ekishim shart emas. Non qilishga yetadigan jihazdan ekib qo'ysak, hozir 8 ta ekdim, adashmasam 8 tadan nechta chiqishi mumkin? Bilmayman, sanaganim yo'q. Tak 8 ta ortiqcha sabzi chiqibdi. Sabzilar bugun hosil kam berdi. Ba'zida 14 ta 20 tagacha ortiqcha hosil pishgan, o'shanda zo'r bo'lgan. Tak ana endi mana bu qochib tur. Senga bitta sovg'am bor, yetel. Qanaqa sovg'a? Mana akay. Chirik kartoshkami? Men buni nima qilaman? Xohla pishirib ye, xohla qovurib ye, xohla qaynatib ye, tushundingmi? Men uyimga kiraman. Qara, aytgancha texnologiya o'rnatdim uyimga. Ha, ko'rdim, mana bu kartoshka yomon sasyapti. Unda burningni qisib o'tir, tushundingmi? Burnni qisishning nima aloqasi bor, bilmadim. Burnni yopib o'tirishda aloqasi bor atak. Tak bu yerga hosillarni qo'yaman, ketmonimni o'zini joyiga qo'yaman va ana endi borib dam olsam bo'ladi. Kravatimni topib kiygandim-ku.